Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu va la mata'. Muflis kim bilasizlarmi deb so'raganlarida sahobalar, dinor, dirham, hech qanaqa bir matosi yo'q odamni biz muflis deymiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Muflis, haqiqiy muflis, mening ummatimdan bo'lgan muflis shunday kishiki, qiyomat kunida namozi, ro'zasi va zakoti bilan keladi. Keladi, lekin dunyoda buni so'kkan, bunga tuhmat qilgan, buni molini yegan, bunini qonini oqizgan, buni urgan haqdorlari bilan keladi. Bunga savobidan olib berishadi, unga savobidan olib berishadi. Xullas, hali haqdorlar tugamasdan turib, qarzlari uzilmasdan turib savobi tugab qoladi. Shunda nima qilinadi? Mana shu zolimni, mana shu muflisni ustiga haqdorlarining gunohlari bitta-bitta yuklanadi va ana shu gunohlar sababli jahannamga ravona bo'ladi. Demak, muflis kishi Alloh taoloning huzuriga borib, birorta dunyoda qilgan savob amalini topa olmagan kishi. Demak, biz aytayotgan dunyodagi muflis bu muflis emas.